Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyamızı başlayımız. Leksiyada sizga Jerusalem Washington'da sözleyimiz. Sizler görüp duruvasızlar hazır Şarkı Şimali Asya'da, mesela Koriye yerim arılıda. Saat sistemisi uğurlaştırış ve şundakla Koriye'nin iki kısmındaki siyasi ilişiş, siyasi güreşler tüpeyle ahırki hesapta saat sistemisinin Koriye kelişe koşulgan ve kollagan prezident Pyeongchang 5 ayının 9. günü Asası Kanunluk Sotu'nun ilan kılıç bilen prezidentlik vazifesinden kaldırıldı. O Şarkı Şimali Asya'nın vaziyeti. Endi şunun münasebeti aldı. Yani başka vaziyetler üstü doktorumuz. Hürmetli vatandaşlarım. Bugünkü mavzumunda Amerika ile Jungo teğ elişivatkan bir peytte Amerika Qo'shma Shtatlarının devlet ishlar katibi rakistillerisi Beijingni ziyorat qilib, Reis Xi Jinping bilan ko'rishdi. Mavzuli xabar 3 ayning 8 kuni Dovitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Chavshan bir necha qatam raketa sinov qildi. Jungo saat sistemasi Koreyaga o'rlashtirganligi sababli darg'azabga kelgan bir paytda Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi 3 ayning 7 kuni Devlet İşler Katibi rakistillerinin Jungo'nu tunji qatam ziyorat qilib, Jungo'nun reisi Xi Jinping bilan ko'rishadiganligini jakarladi. Universal matbuotlar 3 ayning 9 kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Mahkamasi 3 ayning 7 kuni Devlet İşler Katibi rakistillerinin 3 ayning 15 kunidan 19 kunigacha Yaponiya, Koreya, Jungo'nu ziyorat qiladiganligini jakarladi. Bu uning vazifaga o'tirgandan keyingi tunji qatimliq Osiyo ziyaratidir. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining kun tartibiga asoslanganda Davlat ishlar katibi rakistillerisi 3 ayning 15 kuni Tokyoga yetib keldi. 17 kuni Koreyaga yetib keldi. 18 kuni Jungoni ziyorat qildi. Davlat ishlar katibi Tillerson ayrim holda bu davlatlarning tashqi ishlar ministrlari va hukumat amaldorlari bilan ko'rishib, Chavshanning yadro qurollari va uning raketa tahdidi va uning qanday taqobil turish masalasini muhokama qildi. Devlet İşler Katibi Tillerson'un Jungoni ziyorat qilish Prezident Trump hukumatining bundan keyingi 4 yillik Amerika Jungo munosabati manzarasining boshlanish nuqtasi bo'lib qoldi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi yordamchi davlat ishlar katibi Daniel Rossen 4 kuni mundaq ko'rsatdi. Devlet İşler Katibi rakistillerisi Beijingni ziyorat qilib, Jungo'ning reisi Xi Jinping bilan ko'rishdi. Jungo Amerika ishki davlat rahbarlarining yuqori darajada suhbati o'tkazish vaqtini moslashtirdi. Diqqat qilish tegishli bir taraf shuki, Jungo'ning tashqi ishlar ministri Wang Yi 3 ayning 8 kuni mundaq ko'rsatdi. Chavshan yadro raketa sinov qilish faoliyatini vaqtliq to'xtatsin. Amerika bilan Koreya zo'r ko'lamli harbiy manevr qilishni vaqtliq to'xtatsin. Har qaysi taraflar suhbat ustiliga qaytib kelsin. Bu diplomatik iborami va yoki buyruqmi? Turan apandi diqqat qiling, to'xtatsin. Vaqtincha to'xtatsin. Bu ministr Wang Yi apandining buyruqimi yoki diplomatik iborami? Amerikaning ko'z qarashicha Chavshanning yadro qurollari turi, raketa sinov qilish turi bilan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qaroriga xiloflik qildi. Amerika bilan Koreyaning harbiy manevr elib berishi bu uzundan beri davomlashib kelgan an'anadir dedi ministr Wang Yi'ning taklifini rad qildi. BBC xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo o'zining maydonni oshkorlaganligi Koreya yarim orli masalasida qattiq pozitsiya qo'llanganligini tushuntirib berdi. Jungo olimlari mundaq hisobladi. Jungoning Amerika va Koreyadan so'ramay turiblar.
Mundaq təklifni o'ttirib qo'yganligi Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar katibining Jungoni ziyorat qilish harpisida onunğa besim paydo qilganlikdir. Yani bir tarafdan gerçi Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining bayonotchisi Mark Donner 7-günü ta'kidlab ko'rsatgandek, davlat ishlar katibi Rex Tillersonning Osiyo ziyaratining muhim nuqtasi SAS sistemini o'rinlashtirish masalasi emas, balki Chaoshan paydo qilgan tahdiddir. Pyongyang Ribao Tayvanning 8-günü bosh maqola e'lon qilib, bunday ko'rsatdi. Gerçi itiraf qilmasimi, navbatdagi ahvol ostida haqiqatan faqat Amerikaliklar Jungoni xotirjam qila oladi va Jungoni cheklay oladi. Koreya hukumati bu muhim fursatdan foydalanib, dengiz toshqinida kelayotgan Jungonining o'ch elishini ma'lum chekda to'xtatib qo'ya oladi. Sat sistemasi Koreyaga kirdigan bo'lsa, Amerika ham badal to'laydi deydi Jungonining yer shari vaqt gazeti. Jungo Koreyadan o'chilishning pardasini ko'tardi. Jungo yadro qurollari sohatini kengaytirib, iskilatini kengaytirib, qurib Amerikaga tahdid paydo qila oladi deb ko'rsatdi. Jungoning yer shari vaqt gazeti. Endi buningga ikkinchi xabar qo'shimchidi. Jungo eng yomon oqibatga tayyorlik qilish lozim. Sat sistemisining Koreyaga kirishi muqimlashdi. Mavzuli xabar 3-ayning 9-kun Vanvi torbetida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Chaoshanning yaqindan biri orqa-orqadan raketa sinov qilishiga ergishib, Amerika bilan Koreya yuqori havo bo'shlig'ida qo'g'lab zarb berguchi Sat raketa sistemasini o'rinlashtirish planini tezlatdi. Aloqador uskun aslahalar bugun Koreyaga yetib keldi. Jungo garchi tadbir qo'llanib, cheklamoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin SAS sistemasini Koreyaga o'rinlashtirish muqimlish bo'ldi. Ba'zi olimlar mundaq hisobladi. Amerika bilan Koreya yarim oralida urushning tashabbuskorlik huquqini qo'liga oldi. Amerika bilan Koreya yarim oralida urushning tashabbuskorlik huquqini Amerika bilan Koreya qo'liga oldi. Jungo yomon oqibatga tayyorlik qilish lozim. Chunki Jungo Koreya yarim oralida so'zlash huquqidan mahrum bo'ldi va tizginlash huquqidan mahrum bo'ldi. Demak, Jungo Koreya yarim oralida so'zlash huquqidan mahrum bo'ldi, tizginlash huquqidan mahrum bo'ldi. Chaoshan apandi jang kechiranglar. Chaoshan apandi Jiyoping agentligiga yozgan obzorda bunday ko'rsatdi. Sat sistemasi Koreyaga o'rinlashtirish Chaoshanga taqobil turish uchun emas. Balki Koreya yarim oralida urush portlaydigan bo'lsa, Jungoga unumli taqobil turish uchundir. Chaoshan masalasi bir taraf qilishda tashabbuskorlik huquqi Jungoning qo'lida bo'lmaganlikdan Koreya yarim oralining vaziyati kontrollikdan chiqib ketdi. Agar xalqaro jamiyatning Koreya yarim oralining vaziyati to'g'risida xato hukm keltirib chiqargan xatolik keltirib chiqardigan bo'lsa, undaqda Jungoning xalqaro obraziga intayin og'ir ziyon yetgan bo'ladi. Chaoshan urushi oxirlashgandan keyin Amerika yanada Koreya yarim oralida qudratli harbiy kuchini saqlab keldi. Chaoshan davlat bexatarligini hisobga olib, Rossiyaga va Jungo tarafga qing'iyib, Chaoshan davlat bexatarligini hisobga olib, Rossiya va Jungo tarafga qing'iyib, yadro qurollarini faol taraqqiy qildirib, o'rnini mustahkamlamoqchi bo'ldi. Bu vaziyat Amerika bilan Koreyaning Chaoshanning yadro qurollarini taraqqiy qildirishni bahona qilib, Koreya yarim oralidagi harbiy o'rinlashtirishni o'zliksiz ko'paytirishni keltirib chiqadi. Koreya yarim oralida o'q dori hidining barg'on sari qo'yiqlishiga ergishib, Jungo eng yomon oqibatga tayyorlik qilish lozim dedi Chaoshan apandi. Agar Amerika Koreya birlashib urush qo'zg'ab, Chaoshan hokimiyatini og'dirdigan bo'lsa, Chaoshan bu davlatda zo'r ko'lamda insonparvarlik krizisi opti paydo bo'ladi.
açarçılık, kembeğellik muhitida uzundan bir yaşap kelip Çavuşan halkı uruş musafirleriga aylanyşı mümkün. Çünkü gerçi asker çıkarıp Çavuşan hakimiyetini qoğdumysymy? Çyra bexatarligi ve muqimlikni saqlap qalışdan özümü bir iştir. Deydi bu endi Çavuşanga münasebetlik bugün söylediğim mağluksiyimiz. İkincisi andın Amerika Birleşik Ştatlarının Devlet İşler Katibi Tillerson efendinin Beijing'ini ziyaret qilish münasebetlik liksiya bu.